يتفاخر وظننت أنا أني بذلك حزت غنى فوجدت أني خاسر فتلك مظاهر لا 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 نحتاج المال كي نزداد جمالا جوهرنا هنا في القلب تلالا لا لا نرضي الناس بما لا نرضاه لنا حالا ذاك جمالنا يسمو يتعالى كن أنت تزداد جمالا كن أنت تزداد جمالا لا 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 أتقبلهم الناس لست أقلدهم إلا بما يرضيني كي أرضيني سأكون أنا مثلي تماما هذا أنا فقناعتي تكفيني ذاك يقيني لا 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 نحتاج المال كي نزداد جمالا جوهرنا هنا في القلب تلالا لا لا نرضي الناس بما لا نرضاه لنا حالا ذاك جمالنا يسمو يتعالى كن أنت تزداد جمالا Assalamu alaikum rahmetullahi ve barakatuh. Muhterem qarindaşlarım, aziz vatandaşlarım, dünyanın her qaysi joylarida yaşayotgan, diasporada yaşayotgan, muhacirat hayatını keçirayotgan barliq Sharq Turkistonlik qarindaşlarımga bizningki Janubiy Avstraliya Adelaide shahridagi Masjid Umar, ya'ni Margin Masjid deb atiladigan masjidimizdan Assalam TV orqali hammalarga salom beryapman. Bu munosabat bilan hammanglarningki Ramazonda tutgan ro'zalaringlarni, qilgan amal ibodatlaringlarni, o'qigan tarovih namozlaringlar, duolaringlarning hammasini qabul bo'lishini va shundaqla Ramazonning oxirgi 10 ga boshlanib kirdik. Allohning mushu vaqtga yetkazganligiga shukr etish bilan birga qolgan 10 kundimi Alloh rozi bo'lgan amallarni qilish va buningdan %100 mukofot bilan mushu Ramazondan chiqishga Allohning bizga muvaffaq qilishini so'rayman. Qarindoshlarim, hozir bir necha daqiqa burun sizlar videoda bir masjidningki rasmini, shuningki videosini ko'rdinglar. Bu masjid bo'lsa, Janubiy Avstraliyada yashayotgan Sharqi Turkistonliklarningki islom jamiyati qo'l ostidagi shuningki masjid bo'lib, buningda asosli mishada yashayotgan Sharq Turkistonliklar namoz o'qiydigan masjid. Bu uningda bizningki yasilishidimi Sharq Turkistonliklarningki nihoyat uchun hassasi va alhamdulillah buning birinchi bosqichi 2012-yili bitirilgan bo'lib, taki buningki ostiga solingan gilamlarni bizningki Sharq Turkistonlik qarindoshlarimizning yordami Turkiyadan bu keltirilib chiroyli bir masjid bo'lgan. Buni video orqali buningki go'zalligini ko'ryapsizlar. Buningda ishida hozir 450 bilan 500 kishi yaqin odam namoz o'qilaydi. Biz buni kengaytirish uchun ikkinchi projeyni boshlab, buningki yeni va orqasini yepib uni bu shu shaklda masjidga qo'shib kengaytirish maqsad qilib buningga ishlayapmiz. Bu agar tayyor bo'lsa, inshaalloh buningda yana bizning umumiy namoz o'qiydiganlarning soni 1100 dan 1200 gacha namoz o'qiydigan bo'ladi. Undiki buni qo'shimcha masjidlar emas, boshqa faoliyatlar uchun diniy darsliklar, leksiyalar va madaniy islomga uyg'un bo'lgan madaniy faoliyatlar olib boradigan bir markazimiz bo'ladi inshaalloh. Buningga dunyoning qayerda bo'lsanglar, buningga mushu masjidningki davom qilishiga, mush projeninki davom qilishiga quvvatlab duolaringlar bilan, imkoniyatinglar bilan yordam berishinglarni so'raymiz. Qarindoshlarim, biz mushu Xitoy virusininki baloyi ofatida yashayotimiz, dunyoning hamma yerida bu musibatlarda yashayotimiz. Alloh buni bishimizdan ko'tarib olsin. Bo'lib vatanimizda yashayotgan, izilayotgan Sharq Turkistonlik qarindoshlarimizning beshidan bu zulmning ko'tarilishini Allohdan so'raymiz. Demak, bu yerda biz bir necha masalalarda mush Ramazon oxirlashgan sari parishon bo'layotgan ahvollar bor. Namozimizni qanday qilamiz, hayit namozimizni o'qalimda o'qamamdiq, tarovih namozimizni o'qamay ajoyib bayram bo'layotimiz deganga o'xshash andishlar bo'ladi. Bu vaqtda men ikki sizlarga aytmoqchiman, qarindoshlarim.
To'g'ri, masjidlar taqilib qoldi, masjid kilamayapmiz, lekin bir narsani unutmaylik. Allohning rahmat darvozalari taqilgani yo'q. U taqalmaydi. Toki biz hayotli bo'ladi ekanmiz, Allohning rahmat darvozasi ochiq. Biz Allohga qaysi holatda turib, uyimizda bo'laylik, sirtda bo'laylik, ish o'rnimizda bo'laylik, hamma yerda biz Allohga yaqinlasha olamiz. Demak, biz xuddi ro'zimizni to'xtamay tutgandek, kechilik namozlarimizni o'qiy olamiz. Hech namozimizni agar o'qamasaqmi, buningki ruhini biz cho'qim yashay olamiz. Heyt üçün qilgan tayyorliklarimizni davom qilishimiz, buningda heytni uchun boshqalarni xushallik yetkazish, g'arib miskinlarga zakatul fitrni berish orqali, zakatlarimizni berish orqali, sadaqalarimizni berish orqali biz bu bizga muhim bo'lgan bu nuqtani biz faoliyatimizni yashay olamiz. Alloh subhanahu va taolo hammamizni yaxshilikqa safarbar qilsin, yaxshilikni qiladigan, yaxshilikni undaydigan va yaxshi kishilarning qilishini Allohdan so'raymiz. Qarindoshlarim, oxirgi 10 kunda qiladigan ishlar, e'tikof ishlari va e'tikof qiladigan ishlar bor. Masjid qilamisak, uyimizda qilsak bo'ladi. Zakat sadaqalarimizni doim qilishimiz kerak. Virus krizisiga yordam berish masalasida nurg'un qarindoshlarimiz yaxshi bir aktiv faoliyat olib bordi. Buning natijasi yaxshi bo'ldi. launchgood.com orqali hozir Sharq Turkistonlik qarindoshlarimizning iqtisodiy ahvolini yaxshilash uchun harakatlar bo'layotdi. 130 mingga yaqin dollar yig'ilib bo'ldi. Buning maqsadi 200 ming dollarga apirishdi. Buni unutib qolmasliklarini, buning qahsinglarning bo'lishini so'rayman va oxirida bizning cho'nglarimiz mushu virus tufayli uydan chiqolmayotgan, yashinib qolgan, og'riqsinib qolgan barliq cho'nglarga sabr tilaymiz Allohdan, og'rib qolganlarga Allohdan shifo so'raymiz. Mushu sababdan dunyodan ketgan, vafot bo'lib ketganlarga Allohdan rahmat so'raymiz. Alloh butun musulmonlarningki qalbini iymon ustida qilsin. Bizningki mushkullarimizni Alloh subhanahu va taolo pat arada bizning başımızdan ko'tarib, o'zimizning zimini bo'lgan, vatani bo'lgan Sharq Turkistonga salomat bayrog'imizni tiklab, o'zimizningki dushmani bo'lgan Xitoyni qo'g'lab chiqarib, mustaqil davlatimizni qurib chiqqili Alloh muvaffaq qilsin. Alloh hammalarga rahmat qilsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.